Masalan, qo'lingizdagi telefonda bir muammo bo'lsa, birinchi qiziydi, qanaqadir ishlashda muammolar bo'ladi. Qanaqadir belgi beradi-da. Keyin siz uni qayta ishlatursangiz, oxiri buziladi telefon. Ishlamaydigan holatga keladi. Inson ham xuddi shunaqa, insonning qalbi ham xuddi shunaqa. Birinchi iflosligini qilganda unga signal beradi, vijdoni qiynaladi. Keyin shuni ustida qayta bardavom bo'lgandan keyin buzilib qoladi inson. Xuddi qo'lingizdagi telefon buzilgandaki, inson ham buzilib qoladi. Keyin u o'zini buzuqligini bilmaydigan bo'lib qoladi. Shu narsani to'g'ri deb biladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun agar sen ifloslikdan qaytmoqchi bo'lsang, birinchi darajalarda qayt. Birinchi paytlarda qayt. O'sha paytda issiqda vijdoning qiynalganda osonroq bo'ladi. Xuddi bekatda adashsangiz, ertaroq qaytmasangiz, qaytishingiz qiyinlashib ketaveradi-ku. Xuddi shunga o'xshaydi.